Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoni uyimda buncha go'shtim yo'q, bugun kotlet qila olmayman deb o'tkazib yuborishga shoshilmanglar, chunki bunga ozgina bo'lsa ham go'sht ketmaydi. Lekin bu kotletlarning mazasidan go'shtsizligini ham bilolmaysiz. Bu grechkadan qilingan kotletlarimiz hisoblanadi. Bilamizki, grechka juda ham foydali, ham bolalar, ham kattalar sog'liq uchun juda ham foydali, oqsilga boy hisoblanadi. Hattoki gemoglobinni ko'tarish xususiyatiga ega, ichida juda ham vitamin, minerallari ko'p hisoblangan ovqatlardan biri hisoblanadi. Men uyda juda ham bolalarimga ko'p pishirib beraman. Doim pishirib berishga harakat qilaman, foydali deb, lekin ular ko'p yegandan ularni yegisi kelmay qolgan hozir. O'shanga men bir yangicha usulda yondashishga harakat qildim. Bugun bolalarimga ovqatni va unga grechkali kotletlar qilishga qaror qildim. Yana bitta ma'lumot aytib o'tishim kerak. Grechka saraton xavfini kamaytirar ekan. Muntazam grechka yeyuvchilar saraton kasalligiga uchramas ekan. Buni ham ma'lumotlarda o'qib chiqdim. Endi esa boshlaymiz. Grechkali kotletlar qilishni boshlaymiz. Grechkani qaynatib pishirib oldim. Undan keyin uyda bor narsangizni ezib olasiz. Blender, chopper, mana endi chopper bor, chopper bilan ezib oldim. Piyozni qo'shib oldim. Kartoshkani qisqartirib chiqardim. Kotletlar quruq qolmasligi uchun ozgina o'simlik qo'shib oldim. Tabga ko'ra ziravorlar qo'shdim. Undan keyin ularni xohlaganday shakl berib, unga belab qo'rib oldim. Siz endi bundan ham chiroyli podacha qilishingiz mumkin. Guruch pyure bilan, men shoshilinchda shunaqa qilib bugun dasturxonga tortdim.